Hammaga assalomu alaykum. Ko'rib turganinglardek ajoyib tabiat qo'ynida zo'r lakasi topib qo'ydim. Mana lakasimiz Qorasuvdan kelish, Xonobodga ketish tomonimizda o'ng tomonga kirib ketiriladi. Qorasuvdan kelganda. Xonoboddan kelganimizda chap qo'lga kiriladi. Kirib kelishimiz bilan ajoyib lotka. Bunday salqin so'rilar sizlarni kutib oladi. Ziyorat gohiga kirish qismida mana shunday ajoyib tuyalar ham uchratishinglar mumkin. Ko'rganlarda mana ajoyib asalarimiz ham bor ekan bu yerda. Ya'ni tabobat tayyorladi bu nafas qisgan insonlar uchun ham juda ham foydali deb eshitganman. Bir barg tursa o'rmon yana jim bo'ladi. Bir to'lqin o'tsa daryo yana hamma uchun a'lo gapir. So'rlarimizni narxiga keladigan bo'lsa, ichida bitta qozoni va xizmati bilan 120 ming so'm bir kuniga. Soat 8 dan soat 4 gacha shu yerda ekan, ovqatlarni bemalol beradi. Agar qozonimiz ichida bo'lib qoladigan bo'lsa, 150 ming so'mga to'g'ri keladi. Adashmasam shu kunlarga shu tabiatimizda hozirgi kunga nisbatan bu ancha arzon va qulay hamyonbop narxda deb